Ovqatga qo'yasanmi yo'qmi? Nima qildim? Bugun Qurtobani Yeberamiz. Parkent tumanida Chotqol degan dam olish maskani bor ekan. Atmosferani qarang, yam-yashil. Tapchanlari ham zo'r ekan, yangi usulda qurilgan. Xullas komanda bilan bir bo'lib, biz bu yerga ovqatlanishga keldik. Har doimgidek katta tog'a birinchi bo'lib nonni ushatib, kichkina tog'aga berdi. O'rtancha tog'a nimagadir shu xontaxtdan tegi go'sht uzatgan bo'ldi. Lekin katta tog'a ovqatni ham yomon yevoradi-da. Ye osh bo'lsin, ko'z tegmasin jigarim, oling, sizga yarashadi. Men diyetadaman-u, shuning uchun salat yedim. Bir payt qarasam, atrofimdagilar yarim ovqatni yeb o'pti. Xo'sh, ta'sirotlar qalay? Bu yerda 13-14 kilolik qo'zilardan bo'g'lama tayyorlashar ekan. Mazasiga gap yo'q. Go'sht bilan qazini ham qisqamasdan katta-katta kesib berishar ekan, toyi go'shiga. Buni nomi patir. Bu Qurtobaga tayinlanadigan patir bo'ladi. Vazni esa 2,5 kilo. Bu Qurtoba taomi. Tojikiston milliy taomlariga kiradi. Bugun biz Parkentning sal teparoqda joylashgan Chotqol dam olish maskaniga keldik. Aynan Qurtoba yeyish uchun nonlari, qurtobasi, saryog'i, go'shtlari mazasiga kelib baho bering. Qani qadrdonlar, yoqimli ishtaha. O'g'lim, qaziysanmi? Ata bo'ldi. Hozir u vilovoraman.